Kutilmagan holat. Ozoda Nursaidovaning uyiga o'g'ri tushgani haqida xabar paydo bo'ldi. Bu holatni u o'zining Instagram sahifasida ham ma'lum qilgan. Tafsilotlarni o'zidan eshitamiz. O'rtoqlar, endi men uyimni kamerani alohida qilish bilmayman, to'g'risi. Uni Abdulloh bolalar biladi. Xullas, endi men qo'yishga majburman. Bolalarni ko'ryapsizlarmi? Mana bu o'rtadagi anaqada bitta mashina olib bola turibdi. Mana shu bola 3 kundan beri turibdi-da. Chiqib so'rasa, bolalar challenge-ga keldim deydi. Ha, o'rtoqlar, men uyimda qilmayman, challenge tushunmadim. To'g'ri, har kuni uyimga kimdir keladi, nimadir iltimos qilib keladi, boshqa qilib keladi. Endi challenge men uyimda qilmayman-u. Etildi. Nimaga qo'yiladi deyildi. Yana hozir men nima qilishni ham bilmayapmiz buni. Meliza qilmaymiz-ku endi, bu san'atkor bo'lsa, boshqa bo'lsa tushuntiryapti, bitta turmadim. Tavba qildim. Hozir bitta turib. Bo'ldi ishi Yo'q, xo'p. Nimani qo'ysin bo'ldi. Shogird olmaydilar degan. Kecha Nilufar shunaqa shogirdmi, bunaqa shogird olmaydilar degan. Challenge-ga qo'ysin. Nimani belgilasin. O'sha internetga qo'ysa hamma qator bo'ldi. Degan unaqa nima qilmasa aytgan, bit turmasa. Instagramga qo'yib, opam ko'radi masalani. Aytaychiman, o'zlaring bosmoqchi bo'lgan. Aytdim, demaslar, safardalar hozir kancha. O'rtoqlar, men challenge-ni uyda e'lon qilganim yo'q. Uyimda eshitib ko'raman deganim yo'q. Qo'limdan kelgancha yoshlarga yordam beryapman, bir imkoniyat beryapman. Lekin bu degani oyizni yetalab meni uyimga olib kelish g'alati emasmi? Olib qabul qilishadi. Bolalar, haligi yulduz bo'lish xohlash yaxshi, lekin harakat kerak. Qobiliyatingiz bo'lmasa, oyingiz yordam bera olmaydi bolalar. Ko'p katta bolalar, sizlar oilalarni yetalab, unaqa ish sanab yurish noto'g'ri. Ko'pchilik menga yozadi-da, uyimga tanishlarimga aytishadi. Opa, shogird oling. Men shogird olmayman. Meni vaqtim yo'q. Men o'zimni sog'lig'imga ketkazgani vaqtim yo'q. Men uyimga olib kelib o'rgatadigan imkoniyatda emasman. Aslida unaqa zamonli